Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, ota-onaning yaxshiligini bilmagan, haqqini ado qilmagan odam boshqalarning qadrini ham bilmaydi. Yaxshilikni bilmaydigan odamga yaxshilik qilish durust emas. Shunga sen ham o'zingga durust bo'lmagan ishni izlama. Farzandlaringdan hurmat tama qilsang, oldi bilan ota-onangga hurmat qil. Chunki farzand tug'ilgandan boshlab ota-onaning qilmishini ko'rib o'rganadi. Misoli, ota-onani bir mevalik daraxtga o'xshatsak, farzand shu daraxtning mevasidir. Daraxtning tarbiyati qanchaki ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi meva beradi. O'xshashla, ota-onangni qancha ko'p rozi qilsang, ularning duosi bilan talab qilgan narsangga shuncha tez erisha olaysan. Ota-onang sendan rozi bo'lsa, Allohmu sendan rozi bo'ladi.